Ha? Kiring. Assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Men e'lon bergan ekansizlar, o'sha bo'yicha keldim. E'lon bo'yicha bo'lsa yaxshi. Qani, gapiringchi, kimsiz, qanaqasiz, nima ish qo'lingizdan keladi? Meni ismim Qodir Abdullayevman. Men Moskvada Lomonosov nomli universitetda o'qiganman. Moskva bitirgan ekanlar. Yaxshi. Bakalavr bitirganmisiz? Magistraturani bitirganman. Magistratura. Rezyumega yozilgan qanaqa? Ish tajribangiz qanaqa? Qo'limdan hamma narsa keladi. Hamma ish qilaman. 8 yillik tajribam bor. 100 yillik ekan. Batman. Keyin kirsin. Gapiring. Yana nimalar bor sizda? Bu shu desangiz, men o'sha ishga kirsam bo'ldi. Men oylikni qanchaligiga ham qaramayman. Eng asosiysi qo'limdan keladi. Nima deyapsiz? Hammasini qilamiz. Ko'chaga suv qo'yish, avtobusga asossiz qo'yish. Bir haftada bir marta ruxsat bersangiz, bir hafta shu yod qolib ishlayman. Yaxshi. Hamma narsa qo'limdan keladi. Hujjatli ishlaringiz bormi? Payvandchilik deysizmi? Qora ishlardan ham qochmaymiz. Hammasi qo'yish, boshqa madorini qo'llash, santexnika, gaz bo'yicha ham malakam. Orasi orasida paxtakor kartoshka bilan tinglab olgansiz, qo'rqmang, bir hafta ishlaysiz bo'ldi. Ko'p yerga qarashmaymiz. Hammasi ishlagan ko'plar ishlashgan agar boshqalar ham qo'yib bo'lsa, hamma ishlar bilan. Hamma ekan, nima qilamiz? Yana qo'lingizdan nima keladi? Men aytishimman. Asmaga tillar bo'yicha o'zimga qarab ko'rsatgan joylar. 5 ta til. O'qdi, 5 ta til. Rus tili, ingliz tili, turk tili, nemis tili, qolaversa boshqa davlat Avstraliyani o'zining sevasiga tillar ham bor. Kamgina til bilan 5 ta keladi. Bitta yozilgan bo'yicha ketyapti. 5 ta tur. Gap yo'q lekin. Yaxshi tajriba bor. Yaxshi. Kompyuter sohasida IT shunchalar bormi? Yozuvchi zo'r. Kompyuterni bilamiz. Hammasi Word, Excel, boshqa hamma programmalar bo'yicha. Keyin IT bo'yicha 2 yillik malakam bor. Sog'lig'ingiz qanaqa? Sog'liqda umuman bo'lmaydi. Hech qanaqa bandishlik, o'tpizga, boshqa narsalar bo'lmaydi. 1,5 million oylik, 1 million bersangiz bandish bo'lmaydi. Faqat sizlarda ishlasam bo'ldi. Agar yo'q bo'lsa-da, shu kichkina qanaqa bersangiz, o'shda yotib qolib bir haftada bir marta hisob ko'rsatib bersangiz bo'ldi. Yurishda qilib qaytaman. Qolgan jo'da. Yaxshi. Bo'lmasam kotibaga uchrashib nomeringiz bor-a? O'sha tashlab ketasiz. Biz maslahatlashib sizga qo'ng'iroq qilamiz. Qo'pir. Gap yo'q, narsa yo'q. Bo'ladi. Yaxshi qilib Olmaymiz. oliy ma'lumotli 5 ta tilli kompyuterlar bo'lar ekan. Yo'q, zo'r. Bu tomonlama gap yo'q. Lekin yo'q-da. Ya, aqlli bo'lsa ham bo'lmaydi.